Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, sportni yaxshi ko'radigan qarindoshlar. Bugungi ko'plab muxlislardan kelib tushgan savollar bor. Avvalo yoshlarimizni sportga oshno qilishimiz masalasi bo'yicha bir ota murojaat qildi. Juda katta foydasi bor endi. Uni men ko'p marta takrorlaganman, yana ham takrorlayman. Sport bilan shug'ullanish bu salomatlikning asosiy birinchi garovi. Bolangiz sog'lom bo'lsa, haqiqatan ham sog'lom kadr bo'ladi. Sog'lom mutaxassis bo'ladi, sog'lom farzand keladi dunyoga. Shuning uchun hurmatli muxlislar, farzandlaringizni faqat sportga oshno qilingizlar, bilimli qilingizlar, odobli qilingizlar. Shundagina mana shu jamiyatda, davlatda o'zini o'rnini topadi. Bu oddiyroq tilda qilib aytayapman, endi bu fan tilida, ilmiy til bilan gapirib yotmaylik. Sport to'garaklari juda ko'p hozir O'zbekistonda. Sport uchun, sport bilan shug'ullanish uchun sharoitlar shu me'yor darajasida yetarli. Juda quvonarli holat. Hamma joyda birinchiliklar. Viloyatlarda ham, tumanlarda ham, qishloqlarda ham, oddiy mahallalarda ham sport bilan shug'ullanadigan to'garaklarda son-sanog'i yo'q. Faqat biz ota-onalardan mana shu to'garaklarga bolalarimizni jalb qilish maqsadga muvofiq. Bu bizning vazifamiz, otalik, onalarning onalik burchi. Ko'p bolalar ko'ryapsizlar, telefon, kompyuter, boshqa qashqa. Bu bolalarimizning sihat salomatligiga ham, organizmining rivojlanishiga ham salbiy ko'p ta'siri bor. Keyingi savol bevosita kurashlarning tashkil qilinishi, mana to'y kurashlari haqida ko'p bahs munozaralar bo'layapti. To'y kurashlari endi necha ming yillik tarixga ega, uni men bilmayman. Boshqalar ham bilmasa kerak endi aniq sanasini. Bu ota-boboga meros kurash hisoblanadi. Va uning qoidalari ham yo'q. Shu ota-bobomiz to'y kurashlarini shu oldin qadimgi zamonda ham kechalari balonlar yoqib, olov yoqib olish qilgan. Asosiy o'zi oti olish buning. Kurash endi bu bizning hozir davlat musobaqalari dasturidan o'zining o'rniga ega, Osiyo o'yinlariga kiritildi. Kurashning nizomi bor, qonun qoidalari bor, tavqimiy rejalari bor, hamma narsasi bor. U kurash juda ham chiroyli yo'lga qo'yilgan. Xudo xohlasa Olimpiada o'yinlariga kiritilishi uchun harakatda hamma. Lekin to'y kurashlari, to'ydagi bo'ladigan olishlar bu mutlaqo qadimgi bizning tarixiy bobo meros, ota meros, xalq o'yinlari an'analari, ko'pkari kurash. Muxlislar bilan kurash davralarida o'tirib, suhbat qilib, kurash tomosha qilganda savollar beradi. Asosiysi bu o'tayotgan kurashlardagi biroz bo'lsa ham dilni xira qiladigan tartibsizliklar haqida ko'proq savol javob qilishadi, fikrlashadi men bilan. Endi men juda ham hammasini bilaman deya olmayman. Hamma biladi endi. Hozir to'y kurashlari, to'y olishi, to'y ko'pkarilarini bilmaydigan O'zbekistonda bironta o'g'il bola, o'smir va muxlis bo'lmasa kerak. Shu mutaxassisdan ham yaxshiroq biladi ayrim muxlislar. Shuning uchun kurashga ham, olishga ham juda katta gapirish yaxshi emas.
To'yda kurashda tartibli o'tkazishning yechimlari haqida 3-4 kishi murojaat qilyapti. Albatta bu el, xalq, o'sha to'y kurashi bo'layotgan qishloqning mard yigitlariga bog'liq. Bevosita ham, bilvosita ham. Nimaga buncha bloger ko'p deyapti-da? Blogerlar o'zi Qashqadaryoda sanoqli, taniqli bir 7 tami bloger bor. Aytaylik, Nurbek Media, Yakkabog' olami. Endi Qashqadaryo misolida aytyapman. Qashqadaryo arslonlari, Ulug'bek Media, Nishon yog'dusi, yana bir Shodiyor Uzmi va Kamronbek Soatovlar. Endi to'y kurashlarida faqat iltimos qilyapti. Haqiqatan tanilgan, belgili, shu el tanigan kanallariga ega bo'lgan blogerlar xizmat qilsin. 6 ta ko'pi bilan. U ham o'tirib xalqqa, tomoshabinga xalaqit bermaydigan tartibni o'rnatingizlar yoki bo'lmasa bilaklariga qandaydir bir federatsiya tomonidanmi yo shu to'y kurashlarini tashkil qiladigan oqsoqollar tomonidan bir birka yasab beringizlar deyapti muxlislar. O'sha haqiqatan bloger degan shu to'y kuni 6 kishini qo'liga taqib qo'ysa, 6 tasi 6 burchakda 6 par kurashchilarni oladi, syomka qiladi, halol haromiga. Endi blogerning xizmati juda katta. Uni mana degan bakovlam hamma narsani ko'ra olmaydi ham. Xatolikka yo'l qo'yadi. Kim men bo'lsam ham, boshqa bakovlar bo'lsa ham. Shuning uchun blogerlar masalasini endi sal tartibga chaqirsak juda yaxshi bo'ladi keyingi to'ylarda, u qayerda bo'lishidan qat'iy nazar. U bizning viloyatda bo'ladimi yo qo'shni viloyatlarda bo'ladimi? Blogerlarni haqiqatan bilagiga birka yasattirishni tashkil qilamiz. 6 ta taniqli bloger bor. Surxondaryo misolida masalan Asl Surxon, Surxon Baraka, Surxon Sport, Behruz Uz degan blogerlarni men taniyman va hurmat qilaman. Albatta ularni ham kurash hayotida juda ham katta tarixiy xizmatga qo'l urishyapti. Bloger bo'lmasa hech qachon kurashni YouTube'dan ham, har xil kanallardan ham, Instagramdan ham topib ko'rishni iloji yo'q endi. U qadimda edi, videochini chaqirib, to'yda olib, bitta disk qildirib, disk chizilib qolib, bor kurashni ham yo'qotib qo'yib. Shuning uchun blogerlar masalasiga men butun O'zbekistonning qayrida kurash bo'lishidan farqi yo'q. Birinchi o'rinda blogerlarning xizmatini qadrlash kerak. Qoyil qolish kerak. Mana kecha Yakkabog'dagi kurashda Yakkabog' olami blogeriga avtomobil sovg'a qildi. Mana shu to'y sohibi akaga katta rahmat. Chunki ularning mehnati 5 soat, 6 soatlab turib, qancha uni premiya efir qilayotganda kuzatuvchilarning talablari, xato kamchiliklari, eshitiladigan gap so'zlarni kuzatamiz to'g'ridan to'g'ri efir olib berganda. Endi xalq, odamlar, muxlislar to'y kurashining tartibli bo'lishida bakovlarga bog'liq deydi. Endi xalqning, muxlisning talabi o'zi uchun u har qanday fikr bildirishga haqli, u o'zi uchun to'g'ri. Lekin aslida qayerda kurash bo'ladigan bo'lsa, meni fikrim, shu 38 yil bo'ldi to'ylarda xalq bilan yaxshi ham ko'rinib, yomon ham ko'rinib to'y kurashlarini o'tkazib kelyapman. Lekin o'sha to'y bo'ladigan joyning yigitlariga bog'liq. Xizmatni qattiqroq qilsa, bir kunga turib bersa, kurash chiroyli bo'ladi. Kurashlarda kelib chiqadigan tartibsizliklarga kimlar sababchi deyishyapti-da. Endi uni sen paloncha, pistancha sababchi to'yning buzilishiga desangiz, juda gap so'z ko'payib ketib qoladi. U erkaklarga xos bo'lmagan gap deb o'ylayman. Men o'zim umuman birovni ijtimoiy tarmoqqa chiqib ham, boshqa joyda ham
kamchilligi, xatosi haqida gapirmayman. Endi u meni o'zimda prinsipim shaxsiy. Va imkon darajasida havas qilaman, maqtab qo'yaman. U kamchilligi bo'lgan taqdirda ham men maqtab qo'yaman. Lekin ilkis, qattiq, qaltis savollarni ko'proq menga beradi. Men o'ylayman, ko'p to'y kurashlar davrasida yurganim uchun bo'lsa kerak. Lekin mendan o'sha savol berayotgan odamlarning o'zlari ham to'y kurashlarini juda yaxshi biladi. Bilib turib ham savol berish mumkin. Qani nima deydi, qanday fikr bildiradi? Bakovullar haqida ko'proq savol beradi. Muxlislar iltimos qilaman, men hech qanday bakovul haqida salbiy, noto'g'ri fikr bildirmayman. Uni kamchilligini bilgan taqdirimda qo'limdan kelsa to'g'ri yo'l ko'rsataman. Yondosh bo'lib o'tirib qolsam, bir davrada bo'lsam, suhbatlashsam, hazil chinqib to'g'ri yo'l ko'rsatishga harakat qilaman, bilimim yetganicha. Lekin faloncha bakovul unday qilib tashladi, pistancha bakovul bunday qilib tashladi deyish umuman men hazm qila olmayman. Men shu narsani aytishda o'zimga vobshim noloyiq deb bilaman. Sababi endi men to'y kurashlarida juda ko'p xato kamchiliklarga yo'l qo'yganman. Xalqni ranjitgan paytlarim ham bo'lgan, muxlisni ranjitgan paytlarim ham bo'lgan. Bir xil paytda quvontirgan paytlarimiz ham bo'lgan. Endi doim bir xil bo'lmaydi-ku, masalan, odamning hayoti asta-astalik bilan bir kuningiz yaxshi, bir kuningiz o'rtacha, bir kuningiz yomon bo'ladi. Bakovullarimizda ham bir kurash chiroyli chiqadi, bir kurashda qandaydir xatolik bo'ladi. Lekin yonida turib xizmat qiladigan yigitlar chin sadoqat bilan yordam bersa, kurash chiroyli bo'ladi. Endi tartib masalasiga keladigan bo'lsak, palvonlar soni juda ko'payib ketgan, hurmatli muxlislar. Yaxshilab o'tirib bosh qotirsalaringiz 1000 ta, 1,5 mingta palvon kelyapti ayrim to'ylarga. Endi 1,5 mingta palvonning hammasini olishtiraman desangiz 750 par bo'ladi. Uni vaqt nuqtai nazaridan ham hisoblab ko'rsangiz ham, buning hammasini olishtirib, hammasini xursand qilib, hammasiga tuya berib bo'lmaydi. Hammasiga avtomobil ham berib bo'lmaydi. Olish bu, omad. Kecha ham, bugun ham, ertaga ham aytaman. Mana Ko'pkari sportini qarang. 500 ta, 600 ta zo'r ot kiradida 10 ta ya 15 ta ot ayiradi. Lekin qolgan o'sha 475 ta yoki 480 ta ot ham rozi. Oxirigacha harakat qiladi, haydaydi shijoat bilan. Kelishmovchiliklar kam bo'ladi. Kurashda hammaning palvoni olish kerak, hammaning palvoni g'alaba qilish kerak. Buni ham to'g'ri tushunamiz. Muxlisni hamma sport turida ham maqsadi o'zining komandasi yutish kerak. Agar shunday bo'lmasa, bu sport qizig'i ham bo'lmaydi. Bahs bo'lmasa, munozara bo'lmasa, sportning umuman ahamiyati qolmaydi odamlar uchun. Endi muxlislar, baletchiklar, fanatlar masalasiga keladigan bo'lsak, ayrimlari o'zi bilmagan holda his-hayajonga berilib har balolar deydi. Bu hamma sport turida ham bor. Shuning uchun ulardan ranjimaslik kerak. Faqat ijtimoiy tarmoqlarda meni iltimosim, muxlislar, mayli bu bakovullarni, kurash tashkilotchilarini qancha koyisangiz ham chiroyli so'zlar bilan koyingizlar. Hamma kanallar, hamma shu ijtimoiy tarmoq davlat nazoratida. Men endi prosta faxriy kurash xodimi sifatida iltimos qilaman. Hech kimning mana shu ota-boboki an'anaviy kurashimiz, Ko'pkarimiz tufayli qonuniy nuqtai nazardan dilini xira bo'lishini men xohlamayman, to'g'risi. Uni endi mazmuniga tushungan bor, tushunmagan bor. Davlat nazoratidan chekkaga chiqib, o'sha ma'naviy dam oladigan o'sha sport o'yinlari deymizmi, Ko'pkari deymizmi, boshqa hamma joyda qonun qoidaga amal qilishimiz kerak.
tartib, qoida agar buzilmasa, davlat ham qo'llab-quvvatlaydi, qo'llab-quvvatlayapti ham. Shuncha sharoit yaratib beryapti. Eng asosiysi mana 40 yil, 35 yil oldingi kurashlarni eslab ko'rsangiz, hozirgi kurash bilan taqqoslab bo'lmaydi. Nimaga? Birinchidan hozir kurash mavqei juda baland. Oldin to'g'ri oriyat birinchi o'rinda bo'lgan bo'lishi mumkin. Bo'lgandir ham haqiqatan. Hozir haqiqatga to'g'ri qarashimiz kerak. Hozir mehnat qilayotgan sportchilar mehnatining natijasini kutadi. U ham to'g'ri. U ishlamasa, u boshqa biznes qilmasa, haqiqatan sportga o'zini umrini bag'ishlagandan keyin uni iqtisodiy imkoniyati ham shu kurash davralaridan kechish kerak. Zot uchun olishasan, or uchun olishmaysan deyish oson. Lekin hammaning fikri ham shunga kelib taqaladi. Shu bitta polvonni shu birinchi, ikkinchi yo uchinchi tovoqa darajasigacha kurashchi qilishning o'zi ham ko'p tashvish, ko'p iqtisodiy masala. Hamma ota-ona ham bolalarini polvon qila olmaydi. Shuning uchun uni ham to'g'ridan to'g'ri bilib bilmay qoralamasligimiz kerak. Hech kim hozirgi davrda, rivojlangan davrda quruqdan quruqqa yalang'och bo'lib qishda, qorda, yomg'irda kurashga tushib, mayli menga zot kerak emas deb ketishi ham toza bir kulgili holat. Lekin kurashlarda mana yiqitish, yiqilish masalalarni muhokama qiladi, shov-shuvga aylantiradi. Faqat shuni bir chiroyli variantda shov-shuv qilish kerak. To'g'ri, men gapirayotgan gaplarim kimlardirning g'ashiga tegadi. Endi shunday odamlar bor ekan, men kuzatdim. Ijtimoiy tarmoqda ham kimningdir dilini xira qilmasa, kimningdir asabini buzmasa uxlay olmaydi. Unday tartibdagi odamlardan afsuslanib, ularning fikrini o'qib, ular qanchalar g'ashingizga tegsa ham siz e'tibor bermasligingiz kerak. Aql bilan yondashing, o'qimang, tinglamang, eshitmang. Nima keragi bor? Sog'lig'ingizga zarari bor. Masalan, men 38 yil bo'ldi bakovul bo'lganimga, 38 yildan beri har xil gapni gapirishadi. Men o'zim masalan hech qachon shu telefon bilan shug'ullanmayman ham, telefonga e'tibor bermayman ham. Mana mening telefonim. Telegramga bir vaqtim bo'lgan paytida bir qarab qo'yaman, qayerda kurash bor ekan, qaysi chislada kurash bor ekan, shunga qiziqishim mumkin, yo bir birovni bayram bilan tabriklashim mumkin. Lekin u kimdir mendan tashqari bakovullarda ham juda ko'p muhokama qilaymish. Uni bunday deydi. Endi bu tabiiy holat. Kimning polvoni yiqitsa, shu kuni shu ko'chada bayram. Kimni oti ayirsa, shu mahallada shu kecha bayram. Avval ham shunday bo'lgan, bundan keyin ham shunday bo'ladi. Unga e'tibor berish shart emas. Bakovullar masalasida men aytdim-ki, men bakovulga baho qo'yadigan darajadagi avliyo emasman. Faqat bakovullar haqida so'rabdi. Bakovullar haqida men qisqacha bir 3 xil toifaga bo'lib tushuncha beraman. Mana Navro'zlarda qishloqdagi xalq tomonidan yig'ilib o'tkazilinadigan kurashlarni boshqaradigan qishloqning jasur yigitlari bakovulchilik qiladi, boshqaradi shuni. Mana birinchi toifali kurash olish davralarini, shu futbolni yoki ko'pkarni yo paygani boshqaradigan bakovullar bu ham bakovul hisoblanadi. Keyin ikkinchi toifadagi bakovullar mana yig'ma kurashlarini tashkil qiladi. Va o'sha yerda eng katta sovrinni aytib, o'zi o'sha yerda yigitlar bilan kelishgan holda bosh bakovullikni qiladi. Mana ikkinchi toifadagi bakovullar, ular ham harakat qiladi, chiroyli qiladi, ijtimoiy tarmoqqa chiqaradi, qancha mehnat qiladi, qancha zot sovrinlar yig'adi. Bu ham jasorat. Bu ham kurashning yig'ma kurash ham mana shu kurashimizning rivojiga, polvonlarning zo'r polvon bo'lishiga xizmat qiladi. Bularga ham tashakkur deyishimiz kerak.
Lekin bakovulda paloncha bakovul bo'lsin, pistoncha bakovul bo'lsin, bu bo'lmaydi, palonchani bakovul qilishimiz kerak deb kichik qishloqlarda yig'ilishib, suhbatlar, davra suhbatlar o'zaro xalq ichida bor, avvaldan ham bor. Bu 1000 yil oldin ham shunday bo'lgan. O'zingning elingda bakovul yo'qmi, palonmi, pistonmi deyilgan. Bu undan keyin ham bo'ladi. Bu gapga ham e'tibor berib, bakovullar xafa bo'lib yotmaslik kerak. Lekin bitta narsani hamma diqqat bilan eshitsin. Xudo bergan haqiqiy bakovulni odamlar to'yiga iltimos qilib gaplashadi kelib. Masalan, qaysi viloyatning bo'lsa ham katta bakovuliga boradidagini iltimos mening shunchaki chisloga sizning ruxsatingiz bilan belgilanadigan to'y kurashim bor. Shu to'yimni o'tkazib xalqdan duo olib bering deydi. Endi tasavvur qiling, uni uyiga kelyapti, uni iltimos qilyapti, xalqdan duo olib bering deyapti. Bu endi Xudo buyurgan, Xudo shu rizqini o'sha kurash davrasiga obro'yini qo'shilgan odamni el ichidagi katta taniqli bakovul desa bo'ladi. Masalan, endi u bakovul bunday, bu bakovul masalan deb otini aytib, familiyasini aytishdi, men mutlaqo noto'g'ri deb bilaman. Unday bakovullar hamma viloyatda bor, taniqli bakovullar. Mana 3 bosqichga bo'lib men tushuntiryapman bakovullarni. Ko'plar endi uni zo'rma-zo'raki majburlab, odam qilganda odam qiladi, ular qolar joying bormi deb majburlanib, uru ataka shov-shuv bilan bo'ladigan bakovullar ham bo'ladi har zamonda. O'zi aslida bakovul siz ham kurash o'tkazsa bo'ladi. Kurashda polvon yiqitsa bo'ldi-da, o zoti halolda. Mikrofondan ham uni zotini beringlar desa o'tadi, ketadi. Lekin kurashning ham, ko'pkarining ham bosh maqsadi odamlar tomosha qilib ma'naviy dam olish kerak, oziqa olish kerak. Kurash davralarida nimadir bir adrenalin olish kerak. Shuning uchun men shogirdlarim juda ham ko'p bakovullardan juda katta ishonchga ega bo'lgan yosh bakovullar ko'p. Masalan, Qashqadaryo, Surxondaryo nuqtai nazaridan ham har birini sanashimiz mumkin. Lekin ismini aytib sanasangiz shunga ham odamlar savol tug'iladi-da. Nimaga palonchani aytmading? Ayrim tumanlarda bitta familiyani o'rtaga qo'yib, bir taniqli polvonni o'rtaga surishib, bir 4 ta 5 ta faxriy odam yig'ilib, keksayib yoshi 60 dan oshgan odamlarni oraga tiqib, bir bechara bir 30 yil, 25 yilda bir to'y qilaman degan odam to'yiga olib borib, biz bormiz, biz turibmiz-ku deb qo'yib ham to'ylarda buzilish holatlariga olib kelayotgan to'ylar ham juda ko'p. Uni ham tan olishimiz kerak. Bu ham bizning xatoyimiz. Lekin haqiqiy oqsoqoli, kayvonisi bor qishloqlar bor, xato qilmaydi. Chunki qishloqning sha'ni turibdi, tumanning sha'ni turibdi, qolaversa viloyatning sha'ni turibdi. Negativ bo'lmasligi uchun nima qilish kerak deb kecha bittasi savol beryapti. Tavba qildim. Kuldimda men aytdim, savolingizga javobim tayyor aka dedim. Negativ bo'lmaslikning yo'li bor dedim. Keyin ayting-da ya, Norka buva, shuni siz bilsangiz ayting, kurashlarda, ko'pkarilarda negativ sizning ustidan bo'lmasligingiz uchun nima qilish kerak deyapti-da. Mening ustimdan negativ bo'lmasligi uchun yoki qaysidir bakovulning ustidan negativ bo'lmaslikning bitta yo'li bor. Hurmatli bakovullar, shogirdlar, bakovul bo'lmasangiz bo'ldi, siz ustingizdan negativ bo'lmaydi. Bo'ldi, savolning javobi shu. Uni qisqasi ham, lo'ndasi ham. Bakovul bo'lmang, davraga kirmang. Siz haqingizda hech kim ijobiy ham, salbiy ham hech qanday fikr bildirmaydi. Mana shu savolning javobi shu. Agar bakovul bo'lsangiz, eldi xizmatiga davraga kirsangiz, shuni bo'yningizga, yelkangizga oling. Negativ ham bo'ladi. Olqish ham bo'ladi. Kerak bo'lsa haqorat ham bo'ladi. Hurmatli bakovullar, sizlardan iltimos qilaman.
asablaringizni buzib, har bir negativlarni o'qib, har bir odamning fikriga, savoliga javob berib, ijtimoiy tarmoqlarga chiqib yotmang. Shunday odamlar bor, juda qitmir odamlar bor. Chiqsin, izoh bersin desa, chovib chiqib izoh berib qolmang. Siz izoh berganingizdan keyin ham toshbo'ron qilishadi. Bu jilovlanmagan Afrika ijtimoiy tarmoq. Bitta yo'li shu, ota-boboki so'z-ku, jaholatga qarshi ma'rifat. Eshitmang, ko'rmang, tinglamang. Xudo buyurgan bo'lsa, xizmat qiling. Xudo buyurmagan bo'lsa, uni zo'rma-zo'raki o'zingizni kiritib, meni bakovul qilinglar, hamqishloqlar meni oraga tig'inglar. O'zim sozlayman, men ham jonim bor, men shepman, tanishim ko'p, sportchi oshnalarim chaqiraman, o'zim cho'tka o'tkazib beraman deb birovning 20 yil, 30 yildan beri qilib yurgan orzusini bizmangda tomosha qiling. Kayfni qiling, qarsaqni chaling. Agar sizning rizqingizni Xudo qo'shmagan bo'lsa, u davraga siz 1000 tanka qo'shib bakovul bo'lib kirganingiz bilan bir tinlik foydasi yo'q. Faqat ma'lumotga qolasiz, ustingizdan tosh yog'iladi, g'ish yog'iladi, lekin albatta bu yerda o'sha to'y davralarini buzayotgan bakovul yordamchilari suvdan quruq chiqib ketadi. Kimning qo'lida mikrofon turgan bo'lsa, kim shu Allohning oldida tadbirning javobgari bo'lsa, shu bosh bakovul baloga qoladi. Avvalam qolgan, bundan keyin ham qoladi, yana 1000 yildan keyin ham qoladi shu baloga. Sababi bitta, masalan, 200 ta polvon kurashsa, shuning 100 tasi g'alaba qiladi. 100 tasining muxlislari sizga qarsaq chaladi, yashasin faloncha bakovul. Yiqilganlar nima qiladi? Kuyunadi, koyiydi sizni. Baribir xato qilasiz u. Men avliyoman deganingiz bilan. Shuning uchun hurmatli yosh bakovullar, shogirdlar, sizlarga meni iltimosim ham, talabim ham, endi kurash davralarida 6 par yoki 5 par polvon kurashtiradigan bo'lsalaringiz, o'sha yerga har bir kurashadigan polvonni oldiga 2 ta tabiretka qo'yasizlar. O'tiradigan stul. Bittasida bakovul o'tirsin, bittasida bloger o'tirsin. O'sha 6 par bo'lsa, 6 ta joyda 6 ta bakovul o'rtadagi shu haq nohaqni ajratadigan 6 ta bloger o'tirsin. Muxlisga ham xalaqit bermasin. Hozir endi odamlar haqda, masalan 200 ta, 100 ta odam telefon ko'tarib davraga chiqib xalqning to'yini buzyapti. Ha? Syomka qilyapman. Ha, nima ishing bor sening? Ha, sening davrangmi bu degan gaplar bilan gap topib beradi. Endi unga kim ahmoq, u bilan janjal qiladigan odam bormi? Hozir bilasiz, qonun qoida bor. Birovning dilini ranjitsangiz, tegishli tashkilot chaqirib oladi, ustingizdan arza tashlaydi. Birov bilan muhokama qilib kechasi chaqirib olib, janjal qilib, bakovul sifatida obro'yingizni to'kib, meni nimaga haqorat qilyapsan deb yotsangiz ham siz bakovul ham emas, kayvoni ham emassiz. To'g'risini aytaman, siz bachkana odamsiz agar shu ijtimoiy tarmoqning muhokamasiga aralashsangiz. Men ham aralashaman desam, ko'p narsaga aralasha olaman ham. Ko'p savollarga javob ham bera olaman qo'limdan kelgancha. O'sha shu ko'p odamlar nima xohlayotgan bo'lsa, shu xohishiga yarasha talabiga javob ham bera olaman, lekin men qanday oqsoqolman, qanday kayvoniman, qanday bakovulman, ko'chadagi deydiga ham aralashsam. Va qanday erkakning shaxsiy o'zingizning sha'ningiz bor-ku. Shuning uchun hurmatli bakovullar, bilaman endi bu maqtanish bo'lmasin. Ko'p yosh bakovullar Norkaka ustozim deydi. Ichida hech bo'lmasa bilib bilmagan holda. Qaysidir bir jihatimizni ko'p yillik tajribamizdan olgan. Yomonini olmagan, yaxshi tomonlarini olgan. Masalan, davraga zavq kiritishi, u ham masalan tayyorgarlikdan kelib chiqmaydi. Davraga shov-shuv kiritish, davrani jonlantirish. Alloh o'zi shu payt kuch-quvvat beradi, zabon beradi, til beradi, zavq beradi. Bu kurash chiroyli bo'layotgan joyda bo'ladi. Va to'y egalari bakovulga to'liq rolni bergan bo'lsa, duo olib bering. Men chiqardim shu bugun, shu himmat qildim. Shu olib chiqqan sovrinlarimni uyga qaytarib kirgizmayman desa, bakovul
qaynaydi ham, jo'shadi ham. Endi u kamchiliklari ko'p odamlarning reklama uchun olib chiqadi zotlarni. To'yni berishdi. Mana ayrim to'ylarda ko'ryapsizlar, men otini aytib, palonchani to'y zo'r bo'ldi ham demayman. Chunki men elni ichida yuribman. Yoki paloncha viloyatning polvoni zo'r, pistoncha viloyatning polvoni zo'r ham demayman. Qo'limga tushsa zavqim keladi, polvonga ta'rif bergim keladi. Bu ham tarix. Kimlar kelgan, kimlar ketgan bu dunyoga. U dunyoga. Qancha polvonlar bor edi masalan 50 yil oldin, 40 yil oldin. Hozir yo'q-ku. Shu uchun hozirgi yaratilayotgan tarixda birinchi masala blogerning xizmati. Ming rahmat kechagi Yakkabog' to'y sohibiga. Ming rahmat. Bu hech qanday xushamat yo paxta boshqa narsa emas. Ming rahmat. Mana o'sha blogerni men umumiy ahvolini hammasini bilaman. U mashina bilan keladi, uzoq yildan keladi. Uning ketishi, boshqasi ovqatlanishi, yotadigan joyi, o'rtada o'zining tanishini yetaklab chiqib, bosh bakovulni balaga qoldirib, mahalliy bir ikkita o'zidan bakovul yasab olgan polvonlarimiz bor. Endi Xudo asrasin ulardan. Qachon ham bo'lsa pand yeydi. Bosh bakovulni yuziga loyni chaplab, otini qora qilib, bu yoqdan qo'shig'ini qilib, hammasini ko'rib o'tiribdi. Xalq shunchalar ziyrak, qayerga noto'g'ri qadam qo'yayotgan bo'lsangiz, barisini biladi. Masalan, men kimning uyidan choy ichib ketayotganimgacha biladi. Va men hozirgacha ham bo'ynimga olaman. Ayrim joylarda polvonlarning uyidan, dasturxonini, choyxonadan choyisini ichib yuraman. U avvaldan ham aytganman, bundan keyin ham aytaman, Alloh oldida ham aytaman. Lekin bitta narsa Allohning oldida men o'zim uchun yoshim endi anchaga kirdi. Men armonim ham qolmadi. To'y kurashlarga masalan hech bir tarixga ham kerakli darajada yaxshidir, yomondir muhrlandik. To'g'ri, afsona emasmiz. Lekin muhrlandik, xizmat qildik. Ming rahmat aytamiz mana shu xalqimizga, kurashni sevadigan muxlislarga. Kecha qaltis savol berildi menga, kulgim keladi-da. Nimaga Yakkabog'da tovoqlarni tashlamadingiz? Xalq sizni hurmat qildi, davraga chaqirdi degan savol tushyapti-da. Bitta emas, bir nechta. Endi tasavvur qiling, men 38 yil bo'ldi bakovul bo'lib davraga kirganimga. Keyin bittasiga qaltisirab javob berdim. Xoyinga o'xshaymanmi? Alloh buyurgan, yaxshidir, yomondir, hamma ham birdaniga to'ydi, kurashdi, guvullatib o'tkazilmaydi. O'zim duo bergan, meni ustoz deb tan olgan odamning ancha mehnatni qilib qo'yib, elni olqishini, duosini olayotgan odamning mikrofonini olish, boshqani bilmayman, men uchun bu erkaklik g'ururimga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri, ot kechuvda almashmaydi deydi chavandozlar. Men shaxsan hech qachon u qaysi toifadagi, qaysi kategoriyadagi bakovul bo'lmasin, bo'ladi endi. Bir to'y xato qiladi, keyingi to'y ozroq xato qiladi, undan keyin yana ozroq xato qiladi. Bakovulning xato qilishiga tartib. Shu xalqdan xizmatni bo'yniga olib, mana men o'tkazib beraman, men turibman degan yigitlar bor-ku, aksariyat to'yda kashasini chiqaradigan, o'zining tanishini yetaklab. Endi hamma narsaning me'yori bo'lishi kerak, boshqasi bo'lishi kerak. Asli bakovul masalasiga keladigan bo'lsak, ustoz deb avvaldan hurmat izzatdamiz. Bir-birimizni ko'rsak bag'rimizga bosamiz, tabriklaymiz. Tadbirimiz bo'lsa tadbirimizga aytishamiz. Endi men qanday chiqib borib uning qo'lidan mikrofonni olib, asli bakovul o'tirib turing, men tovoqni o'tkazaman deyishim kerak. Kim shu ishni qila oladi? U men unday xoin odam emasman. U ayrim odamlar bor, o'zim tayyorlagan, o'zimning shogirdlarim mening o'rnimga bakovul bo'laman deb mikrofonga yopishgan. Alloh ulardan asrasin. Odam mard bo'lish kerak. Bu to'yda bo'lmasa, u to'yda. Umuman chiroyli bo'ldi Yakkabog'dagi to'y.
u fikr bildirayotgan odamlarni birontasi davraga kirsin, polvonlar kostyum burigi bilan qo'shib yeb qo'yadi. U tartibni ola olmaydi umuman. U gapiraveradi, gapirish oson. Hech qachon uni 4 ta polvonni 4 burchakka o'tirg'izish juda og'ir mas'uliyat. Shuning uchun men u xoinlikni ham qilmayman. Xudo buyurgan odam bakovulmi? Bugun shu odam elning duosini olsin. Bugun qilgan kamchiligini boshqa joyda takrorlamasin. O'sha guruhni parlaydigan odamlarni to'g'ri bizlardan masalan maslahat so'rasa, endi yoshimiz anchaga kirdi, duo so'rasa duo beramiz, maslahat beramiz. Shu el xalq uchun. Chunki to'y kurashi davralarida ozmi ko'p rizqimiz qo'shilgan. Elni xizmatida yuribmiz. Shuning uchun mendan u bakovullar haqida salbiy fikr kutmangizlar. Va unday savollarga javob ham bermayman. Keyin qaysi kurashlardagi brasoklarga izoh bering, Jalilov deb lichkamga yozasizlar. Muxlislar. Yana qaytarib aytaman. Shu to'yga Allohning oldida hamma javobgarlikni bo'yniga olib, bosh bakovullikni qilgan odamdan izoh so'ranglar. Endi mutaxassisman deb men har davraga chiqib so'zlayversam, har to'yda buzib qo'ygan bakovulning oldidan borib mikrofonni olaversam, u men kim bo'laman keyin bilasizlarmi? Yo'q, men ustozman, ustozligimni qilaman. Bakovullarga tanbeh beradigan bo'lsam yoki yo'l ko'rsatadigan bo'lsam ham, ya'ni so'rab ko'ringlar, chiroyli qilib tushuntiraman. Siz xalqning vakilisiz. Shu kurash davralaridagi tashvishning ko'pirisiz. Sizda kerak bo'lsa, davrani o'zida haqorat qiladigan odamlar bor. Mana to'yni buzadigan odamlar shu el ichidan chiqqan bir xil ayrim eski polvonlar ochiqcha buzadi. Orqasiga odam qo'yib ko'rdim men, endi ko'p urgandim xalqda. Qani meni quchoqlab kutib olayapti. Siz shu to'yga munosibsiz degan odamni kuzatgani oxirigacha so'zida turami deb ayrim keksa polvonlar orqasiga odam o'tirg'izib qo'ydim. Men bilan quchoqlashib ko'rishgan odamlar mas odamlarni meni oldimga jo'natadi. Bor asabini buz. 2 marta qaytarib berasiz. 1 marta qo'liga zot berib qaytarib berasiz. E'tibor qilib turing, o'sha katta bakovullar yana davraga shularni chiqarib yuboradi. Keyin o'zining atrofida turgan qishloqdagi yigitlarni miyasini buzadi. O'ldingmi? Qishloqda ham erkak bormi? Nima ana kelgindi to'yni boshqaryapti deb to'yni o'sha xalqning ichidan chiqqan g'alamislar buzadi. Mendan xafa bo'lsa ham o'zlari biladi, lekin birovning to'yini buzgan odamning ko'p narsasi buziladi. Yaxshilab e'tibor beringlar, yoki arzimagan nafslaringni o'ylab, yo bir ikkita polvonlaringni olishtirish uchun bir yigitning 25 yillik mehnatini kuydiradigan bo'lsalaring, to'g'risini aytaman, Xudo sizlarga yaxshi boqmaydi. Bizlar endi mayli u boyam emasmiz, boshimiz osmonga ham yetgani yo'q hayla. Boshqa viloyatlarda bakovullarni ham hurmat qilamiz. Har bir o'tkazgan kurashidan keyin tabriklab qo'yamiz, to'y egasini tabriklaymiz. Buning zaminida nima bor? Uyingizda har biringizning otangiz shunday maslahat bergan. Bolam, senga bitta odam 1 marta yomonlik qilsa, sen unga 100 marta yaxshilik qil deydi. Haqiqiy ota bilan ona. Yaxshilab eshiting. Bolam, senga kimdir yomonlik qilsa, sen unga 100 marta yaxshilik qil. 1 marta yomonlik qilganga 100 marta men yaxshilik qilishim kerak ekan deb farzandning kallasiga qo'yadi ota-onalar. Endi qo'polon maqol aytgan-ku, mana bobolardan, bizlar endi tog'da yashaganmiz. Uni endi aytib bo'lmaydi. Otangni o'ldirganga enangni nikohlab ber degan hech odamning kallasiga sig'maydigan fikrlarni aytgan bobolarimiz. Aslida yomonlik faqat yaxshilik bilan ustidan g'alaba qilsa bo'ladi. Xo'p, sizni davralarda yomonlayotgan bo'lsa, unga yaxshilik qiling. Men polvonlarga iltimos qilaman. Butun O'zbekistondagi hamma taniqli polvon elni nazarida va nazoratida. Polvonlar, sizlarning har bir qo'ygan qadamlaring, har bir gapirgan gaplaring, bunday bir xalqning xavfsiraydigan tilida gaplashadigan bo'lsak, kim bilandir kim kelishib olishayotganligini kuzatib turadigan mug'ombir odamlar ham bor, polvonlar.
Siz o'ylamang, masalan biz kelishlikda bo'lib ollikdan mazza qildik degan fikrga bormang. Polvon eng xalqning diqqatidagi. Uning nafas olishidan tortib, yurishidan tortib, kiyinishidan tortib, odamlar uning orqasidan orzu havas qilib yonida qulog'ini ling qilib o'tiradi. Shuning uchun polvon bo'lib, polvonlikning obro'yini saqlash juda ham og'ir. Polvonlarning ayrimining tili toyib ketadi, ayrimining bilib bilmay gapirib qo'ygan gaplari bor. Buni siz o'ylaysiz, kim bilib o'tiribdi, men shunday dedim, ikkita davrada. Yo'q, sizning har bir so'zingizni zapis qilib oladigan muxlislaringiz bor. Qarang, siz uchun jonini berib, kechasi bilan uxlamay chatni qo'shib oladida jang qiladi. Bu informatsion jang, informatsion xuruj deyiladi fan tilida. Bunga e'tibor bo'lgan odam nevroz bo'lish kerak, insult olish kerak, infarkt olish kerakda keyin ketish kerak. Shuning uchun hurmatli muxlis, hurmatli do'stlar, hurmatli bakaullar, 2026-yilgi to'y kurashi olishlari mavsumini yaxshi boshlab oldik. Masalan, shu Qashqadaryoda to'y kurashlarining 1-jahon chempionati deb men izoh berdim. To'g'ri, rasmiy bo'lmasligi mumkin. Xalqona tilda norasmiy bo'lsa-da, to'y kurashlarining jahon birinchiligi shu Qashqadaryoda Amir Temurning yurtida bo'ldi. O'shani tashkil qilgan yigit Dilmurod rais avvalo sizning qilgan himmatingiz, kurashga, ot sportiga qilgan e'tiboringiz davlatimizdagi siyosatga ham ohang. Qarang, Olimpiada sovrindorini muhtaram yurtboshimiz kvartira, eng qimmat avtomobil, uy, orden. Endi uni qiymatini hisoblaydigan bo'lsangiz, bitta sportchiga muhtaram prezidentimiz yaxshi natija uchun $1 million gacha e'tibor qaratyapti. Siz xato qilayotganingiz yo'q. Siz haqiqatan xalqparvar, vatanparvar, millatparvar yigit ekansiz. Masalan, men shu Qashqadaryo farzandiligimdan, shu Amir Temurning yurtida tug'ilganimdan, sizda yigitlarning mana shu Qashqadaryo borligidan faxr, iftixor tuyg'usi, g'urur tuyg'usi, umuman hamma tomonlama hurmatim oshdi sizga. Dilmurod rais, hech qachon siz ortga chekinmang. To'g'ri, endi hammamizga bitta avtomobil bersangiz ham sizni maqtamaymiz. Ijtimoiy tarmoqqa chiqqanimizda, Dilmurod raisga rahmat, lekin asli bakaul chap oyog'i bir toydi, o'ng oyog'i bir toy, ularga e'tibor bermang. Siz obro'yingiz, hurmatingiz hozir masalan hayla bir yigit chiqibdi-ku ijtimoiy tarmoqqa. Boy ko'p, millionta, mingta, 100 mingta boylar bor debdi. Mayli, boylarga Xudo bersin, bo'laversin, lekin hammasi ham sportga, xalqiga, o'sha xalqining yashash sharoitiga, xalqining yigitlarini ish bilan ta'minlashga hamma ham jonini jabborga bermaydi. O'zim bo'lsam deydi, 100 ta yigitdan 99tasi. O'zim bo'lsam, faqat o'zim bo'lsam, hattoki o'zining bir ona bir otadan tug'ilgan ukasiga ham ravo ko'rmasligi mumkin. Bu juda afsona emas, bu juda ham lof emas. Bor haqiqatda aytayapman. Masalan, Livoy bir yigit sinash uchun ukasiga yo akasiga aytsin, 20 million yordam ber, bitta avtomobil olmoqchiman. Uka kallang joyidan o'zi 8 ta kreditim bor deb javob qaytaradi. U o'zining turmush o'rtog'idan so'raydigan bo'lsa, u juda katta muammoga aylanib ketadi. Lekin shunchalar tashkilotchilik qilayotgan odamni ham muhokama qilish, endi bilmadim men. Ularga aqlim yetmaydi, maslahat berishga ham ojizman. Bu ming havas qilganimda ham men Dilmurod raisday yoki boshqasida,
Dinoda ham bitta katta kurash beriluvdi, kim berganini bilmayman, dahshat. Havas qilish kerak. Mana to'ylar belgilanyapti 2026-yilga. Fozil masalan Xolbozorov mana o'zining shaxsiy jamg'armasi hisobidan katta dzyudo sentri, ya'ni o'zining hisobidan o'zi kredit ko'tarib katta kurash maktabini yaratgan odam. Shu insonning 29-martgami to'yi belgilandi. Endi bu afsonalisi yo'q, buning hech qanday bir mubolag'asi yo'q. 50 ta tovoq qo'yiladi. Endi uning 50 ta tovoq qo'yilgandan keyin 25 kishi yutadi, 25 kishi yutqazadi. Siz o'ylaysiz shuni muhokama qilmaydimi odamlar? To'y tugamasi boshlaydi muhokamani. Ish topolmagan odam blogerni so'kadi, ish topolmagan odam bakovulni so'kadi. Oxirida hech kim qolmasa to'y egasini. Rosa ko'pkari yo kurash bo'lmasa, ijtimoiy tarmoqda menga o'xshagan yo boshqa viloyatda bakovullarni muhokama qiladi bekarchilikdan kechasi o'tirib olishib. Men diniy savodim, bilimim yo'q, lekin bittasi aytayapti, shu g'iybat, ig'vo qotillik bilan barobar deydi bittasi. Men aytdim, yo'q desam, ha? Ilmiy savodim bor, diniy deyapti. Yolg'on kim bo'lsa o'zini bo'yniga lekin. Shu uchun polvonlarni bizlar hurmat qilmaymiz emas, juda ham hurmat qilamiz. Bakovullar shaxsan. Umrimizda nechidir zavqli, shavqli damlari shu polvonlar bilan bir davrada yuribmiz-da bizlar. Masalan 38 yil ham to'yda davrada har yili masalan 30 ta 40 ta to'y o'tkazadigan bo'lsak, uni yilga ko'paytirsa ancha bo'lib ketadi. Qachon ijtimoiy tarmoqqa kirib, YouTube'da titkilab, bir zerikkanda kurash tomosha qilsam, shu polvonlar bilan yonma-yon turgan bo'laman-da. Kez keladi polvonlarni men ham koyayman, ular meni koyaydi. Tortishib qolgan polvonlarimiz ham juda ko'p. Bu davrada, bu kurash davrasi. Lekin 15 minutdan keyin men ichimda qolmaydi. Kekam saqlamayman, boshqa ham qilmayman. Mikrofonni ochiqcha aytaman. Sen menga yoqmading, mazangni qochiraman. Kecha baliq olib bermading, saunada aldading. Kecha haq beraman deding, bermading deb ochiqcha chiriz mikrofon xalqning ichida, ommaning ichida aytaveraman. Bu ham davraga zavq kiritib keladi. Men avliyaman, men polvon bilan gaplashmayman. Men opshim polvon bilan olg'i bergim yo'q. Uning nonini ham, choyini ham ichmayman, hayla. Nechta kitob olib kelsang, shu kitobni ushlab qasam ichaman deydigan bakovullardan Xudo saqlasin. Rizqimizni to'y kurashlari davrasiga qo'shib qo'yibdimi? Gohida oz, gohida ko'p, gohida yaxshi, gohida quruq. Shu to'y davralarida, kurashlarda, ko'p karlarda xizmat qiladigan odamlarning hayoti hammasini shunaqa. Endi 6 oyda, 7 oyda, 1 yilda favqulodda paq etkizib bir kurash o'tkazadigan odamlarni ham haqiqiy zo'r bakovul ham deyish qiyin. Haqiqiy bakovul, haqiqiy el sevgan, el tanlagan, Xudo buyurgan bakovul uzoq yillar tinimsiz bakovullik qiladi. Ko'pkarda ham, kurashda ham. Shuning uchun bularga e'tibor berib yotmangizlar, hurmatli yosh bakovullar, biz sizlarga ishonamiz. Bundan keyingi to'y kurashlarini hali 200 ming yil, 300 ming yil odam zot yashayaptimi, kurash davom etadi. Hech kim to'xtata olmaydi ham, uning sizning muhokamangiz bilan ertaga birov to'y belgilamay qolmaydi ham. Belgilaymiz. Hamma orzu-havasini yashayapti. Kecha to'ydagi negativ uchun keyingi to'yda paloncha bakovulni osib taylaymish degan gap yolg'on gap bu. Bugun siz so'kkaningizni ertaga kimdir uyiga kirib bakovulning eldan duo olib bering deb tizanlab iltimos qilib turadi. Bu niyat qilib keladi. Mana san'atkorlarni qarang. Men to'yimga Ortiq Otajonovni, Otajon Xudoga shukr olib kelaman, orzu qilganman, niyat qilganman farzandim dunyoga kelganda deb niyat qiladi. Shuning uchun bakovullarni ham shu niyat qilib bakovullikka qo'yadi ko'plarini. Men uchun hamma bakovul zo'r bakovul, yaxshi bakovul, hammasini imkonim boricha duo qilaman. Agar so'rasa to'g'ri maslahat beraman. Lekin 100% xato qilmaydigan bakovul bo'lishi mumkin emas. Bunga ham men kafolat beraman. Shuning uchun hurmatli
Muxlislar, kurashni yaxshi ko'radiganlar, aqliy ong bilan yondashaylik. Mayli, men masalan yo boshqaningdir qaysidir bakovulda kamchiligi bo'lsa, lichkasiga chiqib, mana menga chiqib aytasiz-ku, shu yerda xato qildingiz. Nork aka, sizga hurmatim baland edi. Sizga ham endi men hurmat qilmayman degan gaplarni aytasizlar-ku lichkamga chiqib. Men hech bir joyim kamayib ketmaydi. Uzr aka, keyingi to'yda to'g'rilayman deb javob qaytaraman. Uni ijtimoiy tarmoqqa chiqib olib men savallashishim kerakmi? Ya u bachkanachilik bo'ladi, u qanday kayvon bo'ladi? Dedi qilish erkakning kostyum burugini kiyib yurgan odamga menimcha yarashmaydi. Endi el xalq o'rtasida el ajratyapsizlar, xalqning o'rtasiga nizo tushiryapsizlar deyishlar ham yangi aytdim-ku boshida ham to'ydagi bo'ladigan kamchilik bosh bakovulning boshiga kelib tushadi-da endi. Katta tayoq shu ko'piriga sinadi. Muxlisning fikri ikki elda orasiga nizo u bu degan gaplar bo'layapti-ku. Masalan, Samarqand yo Navoiy yo Buxoro yo Surxondaryodan polvon to'y kurashlariga bormanglar deydi ayrim muxlislar. Endi to'y kurashlari umuman hech kim kelmasa ham shu qishloqdan chiqqan bolalar olishib o'tkazib yuboraveradi. U siz muxlisning gapiga kirib, bir to'y fahm farosati yetmaydigan odamning fikri bilan o'zingizning rizqingizni o'zingiz kesmang. U qaysi to'yga borishingizdan, qaysi musobaqaga borishingizdan qat'iy nazar bu g'alaba Allohdan va mehnatdan. Lekin uxlab tush ko'rib polvon ham bo'la olmaysiz, zot ham bo'la olmaysiz. To'g'ri aytdi bir ikkita odam. Mashq qilish kerak, harakat qilish kerak, mehnat qilish kerak-da, keyin rohatini kutish kerak. Mana dehqon nima uchun 6 oylab, 3 oylab kutadi hosilning daromadini. Siz ham mehnat qilyapsizmi? Albatta rohatini ko'rasiz. Agar qo'ri ayrim muxlislarning fikri bor, o'kka aldab chiqasan, quri kuch bilan olishasan, g'irram o'zingga sun'iy kuch kiritib odamlarni aldab yiqitasan deyapti-ku. O'ylamang, odamlar mug'ombir hamma narsani biladi. O'sha siz oladigan testosteron, anabolik kuchaytiruvchi ukollarni hamma biladi. 5-sinf bolasidan so'rasangiz ham biladi. O'sha sizning ertangi sog'lig'ingizga, davomchilaringizga ta'sir qilishini ham biladi. Polvonlarda ham xato yo'q, kamchilik yo'q. Polvon ona sutida halol deb yotibmiz-ku o'zimiz, beshqasdaqcham. Polvonlarda ham xato ko'p. Men kamroq qilinglar. Yigitlar ertani bor bugunning. Bu prosta ustoz sifatida insoniylik nuqtai nazaridan aytaman, ko'p qabul qilmanglar unday narsalarda. Bugun mashhur bo'lishingiz mumkin, ertaga endi uni Xudo biladi. Hammasi Xudodan. O'zingizni asrang, polvonjonlar, mehnat qiling, xalqingizni suyuntiring, muxlislaringizni quvontiring. O'zbekistonimizda mana shu yurtboshimiz omon bo'lsin. Meni juda ham zavqlantiradigan narsa mana prezident olimpiadasini tashkil qilinishi. Hamma viloyatlarda mana shu muhtaram prezidentimizning bosh qoshchiligi asosida sport tizimiga juda ham katta e'tibor qaratildi va juda katta mablag' ajratildi. Men shu sohaning nonini yeb, shu sohaning kiyimini kiyib, shu sohadan ishlab faoliyat yuritib yuradigan odam sifatida aytaman. Men faxrlanaman masalan mana shunday shu yurtda yashayotganligimdan. U o'ylamang siz endi u boyagi davlatdan kamchilik topadigan, odamlardan kamchilik topadigan odamlar 1000 yil oldin ham bo'lgan. O'sha Amir Temur sarkarda paytida shuni saroyda ham bo'lgan, xoin ham bo'lgan, kechasini uxlamay kissasiga zahar solib yurgich odam ham bo'lgan. Va hali ham bo'layapti, bundan keyin ham bo'ladi. Unday gaplarga siz chalg'imang. Hozir bizning O'zbekistonimizdagi islohotlar ortga qaytmas islohotlar deb nomlanayapti. Yoshlarga mening maslahatim, hech qachon orqaga qaytmang. Siz to'g'ri yo'ldasiz, sizni boshingizda yurtboshimiz turibdi. Sizni yaxshi ko'radigan mehribon prezidentingiz turibdi. Xalqingiz turibdi. O'sha buyuk ishlarga qodir millatingiz turibdi. Shunday ekan bizning farzandlarimiz, bizning millatimizning farzandlaridan ham olimpiya chempionlari,
kurashda, sportda, umuman sportning barcha turlarini yaxshi ko'radigan ota-onalarning ham bolalari olimpiya chempioni bo'lsin. Hech qachon yomon kunni ko'rmasin. Mana ko'ring, mana osmonimiz tinch, yaxshi yashayapmiz. To'kin sochinlik, yetishmovchilik yo'q, urush bo'layotgan yo'q. Kimning farzandini majburlab bir narsa qilayotgan yo'q. Hayla 50 tagacha mashina olyapsiz. Xohlagancha korxona qilyapsiz. Endi kambag'al avvalan bo'lgan, men kambag'alman deb yotib, shattachilikda qilib yotgan. Hozirgi davrda men ishonmayman kambag'allik bo'lishiga ham. O'zi bitta ham kambag'al odam yo'q. Kambag'al deb masalan kam ta'minlangan oila deb bir rahbar bo'lib ishlaganimizda bir ikkita ro'yxat berdi kattalar. Shundan xabar olib turasan deb. Uyiga borsam menga bodom, pista, bo'ynamda qishib, keshbekma degan narsalarni qo'ydi. Men o'zi uyimda yeganim yo'q ona. Men aytdim, kam ta'minlangan shu bo'ladigan bo'lsa men qanday bu qolganlar nima qiladi? Boylar kim ekan degan fikrlarga borasizda, shu uchun O'zbekistonda kambag'al odam yo'q va bo'lmaydi ham. Bizning millatimiz, bizning yurtimiz har tomonlama yuksalyapti ham, yuksaladi ham. Siz O'zbekistonning haqiqiy farzandi bo'lsangiz, hech qachon kallangizni burmasdan sport bilan shug'ullaning yoshlar, bilimli bo'ling, tilni o'rganing, dunyo kezing. Mana Muhammad Karimday Dubaylarda yuring. Duo qilib qo'yingizlar, faxriy polvonlar, hoji polvonlar. Mana hojga borib kelgan odamlardan faqat yaxshi fikrlar eshitasiz, yaxshiliklarni eshitasiz. Nimaga? Ular o'zi boradigan joyga borib kelib bo'yniga olib keldi. Men endi xato qilmayman, ichiqoralik qilmayman. Birovga noto'g'ri yo'lga ketayotgan bo'lsa, to'g'ri yo'lni ko'rsataman deb kelgan odamlar ular. Ular hojilar. Shuning uchun hojilardan, eshonlardan, pirlardan duo olinglar. Polvonlar sizlar sal chiqim qilinglar. Kirim bo'layaptimi? Tuya ot kelyaptimi? Men aytayapman, shu kuni Shahrux Baxtiyorovga aytdim. Har bir g'alabangda ikkita qiynalintirab turgan boquvchisini yo'qotgan oilaga 2 kilogramm go'sht olib ber. Men nima uchun polvonlar joniga tegaman? Haq bermasang deb. Azaldan bo'lgan mana shu chavandoz yoki polvon bugun g'alaba qilgan kuni o'sha yerda is chiqqan, non tuz bergan 4 ta hamsiyasiga yoki 4 ta bo'yinsasiga. Shuning uchun xayrli bo'linglar, barakali bo'linglar. Polvonlar mard bo'ladi. Shaxsan men umuman hech kimdan xafa emasman. Men xalqimning oldida boshim yerga tekkincha ta'zim qilaman. Sababi 38 yildan beri mana shu Qashqadaryoda mendan boshqa odam tug'ilmaganman Qashqadaryoda. Shuncha xalqim meni hurmat qilib, duo berib, asrab, avaylab, to'ylarda xizmatga chiqsam, qarsaqlar chalib, olqish bilan kutib oladi. Nima ular mendan qarzi ham yo'q, mendan qo'rqmaydi ham. Bu hurmat. Lekin sizni shunchalar hurmat qilibdimi, siz har joyda chalkashib bachkanachilik qilmang. Bizlar ham asabimiz buzilib, ko'p xato kamchiliklar qilganmiz. Shuning uchun xalqimizdan uzr so'raymiz. Endi bundan keyin to'y kurashlari belgilanishida agar chaqirishsa maslahatga to'g'ri yo'lni ko'rsatamiz. Bakovullik kami qolmadi bizlardan. U katta gapirish emas, boshqacha fikrga ham talqin qilib yotmang. Mening umuman armonim yo'q. Sport sohasida hamma narsani ko'rdim. Lavozimini ham ko'rdim. O'sha necha yillar fakultet dekani ham bo'lib ishladim. Hayla o'sha eng zo'r nufuzli Olimpiya sport kollejlarida direktor bo'lib ishladim. O'sha dunyoning ko'zini o'ynatadigan darajadagi, quvontiradigan darajadagi sportchilarga bosh qosh bo'ldim. Va xalqimning ichida ham to'y davralarida o'ynab, kulib, mazza qilib yuribman. Nima haqim bor mening norozi bo'lishga? Nima haqim bor men birovga negativ bildirishga? Nima haqim bor birovni muhokama qilishga? Shuning uchun mard bo'laylik. Yaxshi to'y qilgan, yaxshi tadbir qilgan, sportga homiylik qilgan odamlarni duo qilaylik. Mana musofir yurtda yurgan vatandoshlarimiz ko'pincha aytadi, Nork aka, sizni juda yaxshi ko'ramiz, zerikkanda faqat telefonda sizni ko'ramiz. Shuning uchun imkoningiz bor paytida xalqdan bizga duo bering deyishadi-da. Mana qarang, o'sha musofir yurtda yurgan Amerika, Angliya, Germaniya va boshqa mamlakatlarda, Koreyalarda yuribdi. Endi albatta uni duo qilish kerak-da. Men Shahrux Baxtiyorovni Yakkabog'da bir davrada aylantirib, elim, xalqing, shu yosh polvon Qashqadaryoda tug'ilibdi, bir duo beringlar deb elni
davrasida aylantirib, yalinib, tiz cho'kib duo berdim. Endi uni odamlar boshqacha talqin qildi. Ko'rmaganning ko'rgani qurusin, Norka Jalilov Shahrux Baxtiyorovni davrani aylantirib baqirdi. Yo'q, e'tibor qiling syomkaga. Farzandingizga duo bering deb enkaydim men. Unda yaganda Bakovul elning xizmatchisi-da u. Duo berish kerak polvonga. Polvonni ko'zsuqdan asrashini so'rash kerak Allohdan. O'zining qo'lidan kelmasa duo berish, xalqdan duo berish kerak-da. Bu nimasi yomon? İzləyirsangiz hamma bir-biridan kamchilik topadi. Lekin kamchiligi yo'q odamning o'zi mutlaqo bo'lishi mumkin emas. Sog' bo'lasizlar, mahkam bo'lasizlar, muxlislar sizlardan iltimos, xayridan bo'lishingizdan qat'iy nazar, Allohdan yaxshi-yaxshi kunlarda, yaxshi-yaxshi to'ylarda, ana shunday Dilmurod raisday sportni qo'llab-quvvatlaydigan O'zbekning haqiqiy mard yigitlarini Allohim dunyoga ko'proq keltirishini so'rab qolasizlar. Meni ham duo qilingizlar. Sizlardan mingdan ming roziman va xursandman. Sog' salomat bo'lingizlar.